Bunundaqda aldı bilan bugungi baholag'uchilarimizni tunishtirib o'tamiz. Ataqliq naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abduz Rahim Erkal apandim qarshilamiz. Qarshilamiz. Şinjan Muqam Ansamblining davlatlik 1-darajalik artisti naqshchi Dilshod Raydin apandim qarshilamiz. Qarshilamiz. Şinjan San'at instituti muzika fakultetining naqsh o'qituvchisi, magistr aspirant Hamragul Abduqadir muallim qarshilamiz. Qarshilamiz. Endi vaqtimiz albatta bizning taraqqiylar vakillarimizni tunishtirishda bo'ladi. Qani, Markaziy xalq radio stansiyasidan Nijot Vali Yaqub. Şinjan gazetidan Madina Tahir. Şinjan xalq radio stansiyasidan Qunduzay Turdi. Şinjan televiziya stansiyasidan Sabiha Hisomiddin. Tangritog' to'ridan To'xtiniyaz Ismoil. Qo'yi to'ridan Guzanlur Anaytol. Vaslivo to'ridan Umarjon Ro'zi. Karvan to'ridan İlyar İmam. Qarshilamiz. Hammalarni qizg'in qarshilamiz. Bizning programmamizga qatnashgan mahirlarimizga berildigan mukofot buyumlarimiz katta. Haftalik yulduzimizning Şinjan Arzu Sodi chekish shirkati ta'minlagan davlat sifat tekshirish o'lchimida o'tgan tashqi ko'rinish ko'rkam muhit asraydigan to'q tejaydigan Arzu markali tonlatqo bilan mukofotlaymiz. Aylık yulduzumuzning Şinjan Purana bezakchilik qurilishi mas'uliyat chekish shirkati ta'minlagan 400 yuanlik bezakchilik e'tibor kartasi bilan ta'minlaymiz. Yıllık çempiyonumuzning Diyarimiz Altın Zıbızınlar sohasidagi Bayraktar Karxana Şinjan Baxtiyor Zargarchilik Dukuni uzundan beri qo'llab kelayotgan keng xalq ommasiga rahmat aytish yuzidan yangi navo programmasining yillik chempioniga erishgan Mahirga bir mashina sovg'a qildi. Mashina. Onundan başqa yana bizning yillik chempionimiz Markaziy televiziya stansiyasining Parlaq yo'l programmasi, ya'ni Xinguangda programmasiga bevosita qatnashish salohiyatiga erishalaydi. Shundaqla Xinjiang televiziya stansiyasida o'tkazilgan turli cho'ng tipdagi san'at kechliklarga nomer qatnashtirish shartiga erishalaydi. Undaqda qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, Nova program guruhimizdagi barliq xizmatchi xodimlar izchil turda Nova programmamizni qo'llab kelayotgan, turli shaklda bizga qimmatli taklif fikrlarni berayotgan suyimli tomoshabin do'stlarimizga izchil rahmatini bildirdi. Bugun biz riyosatchilar barliq tomoshabin do'stlarimizga ko'ngil sovg'asi sifatida Nova naqshini sovg'a qilmoqchi. Qani undaqda huzurlangaysizlar. Tomoshabin do'stlar, riyosatchilarning bizning barliq xizmatchi xodimlarga vakolatdan yurak sadosi deb tushungaysizlar. Albatta bu yurak sadorimizga cho'nqur minnatdorlik, mehr muhabbat va sevgi yoshiringan rahmat sizlarga. Undaqda biz birinchi bosqichimizga o'tib ketamiz. Navo programmamizning birinchi o'tkili bizning naqshimiz. Men Abdulik Turg'un. Kichigimda san'atga qiziqqanligim uchun shu sababdan oiladagilarning qo'llashi bilan san'at kurslarida naqsha, usul mashq qildim. Mening bir orzuyim bor.
Men yangicha tafakkurim orqali milliycha ham Yevropa shaklidagi uslublarni birlashtirib, nodir bo'lgan asarlarni xalqimga yuz ko'rishtirsam deb o'ylayman. Shu sababdan men Navoga keldim. Meni qo'llab-quvvatlashinglarni umid qilaman. Rahmat. Aleykümselam. Xush kelibsiz inim. Aldı bilan ko'pchilik bir salom beraytamsiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Men 1-numurliq Mayir Abduali. Hammanglarga o'tliq salom. Abduali, nava programmamizga qanday orzu-armonlar bilan keldingiz ukam? O'zimning yaxshi ko'rgan, masalan, talentimni xalqimga yuz ko'rishdi, navaga keldim. Rahmat. Maktab o'qimsiz? Maktabda o'qiyman. 20 o'tirdim. 20 shaharlik 20 shaharlik 20 maktab. Nechinchi yillikda? To'liq 3-yillikda. To'liq 3-yillikda. Bugungi nava programmasida qandayroq natija bilan qaytaman deb ideya tayyorlikdan keldingiz? Buni xalqim o'z bog'lasin. Rahmat. Voy, bu javob pek ko'nrab ketdi. Tonlatma kerakmi yo nima kerak? Kiralg'imi deymamsiz? Bo'lsa, nava programmasi mashina berganman, taxo'shib ketdim, bermaydi. U ehtimollikni ijro qilmas, agar ishbodingiz yaxshi bo'lsa, ko'pchilik yaxshi ko'rsa, biletni ko'p tashlasa, yillik chempion bo'la olsangiz, albatta shu avtomobil sizning bo'ladi. Unda sizni utuq tilaymiz inim. Rahmat. Meni aramag'ashtiring. Rahmat. Meni undaqda biz ikkinchi mahirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Qanday naqshlarni olib keldikin, birlikdan
hayatga kuşlar bulgan yaşlık beni söygü beni yetirenmeydi koldan aldı ot saldı suva saldı hoş demezden ayrıldım veyrane bu söygü kaldı gözlerimde ben kanca yaş dedim bu akşam Assalomu alaykum, saboqdishim. Assalomu alaykum, Keslam. savoqdishim. Nova programmamiz orqali shunday sahnalarda uchrashsak boshqacha bo'ldi ekan-a. Tomoshabinlar biz bir sinfda o'qigan 3 yilimiz. Shinjong san'at institutidagi saboqdishimiz bo'ldi 4 yillik. Kelsiray, oldi bilan tomoshabinlarimizga o'zingizni bir tunishtirib o'tamsiz. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Men Yaponiya xalqaro til maktabida o'qiyotgan o'quvchi. Men o'zim san'at sho'yanning diktoriyasatchilik sinfini bitirgan. Bo'ldi. Boshqa gaplarni deyotganda siz. Ha, Kevsaray, hozir Hozir Yap. biza jiddiylashayapti menchu. Men ikki savoldishim bilan bir yerga gap qo'ygan ekan. o'yasida xotirjam bo'lsangiz bo'ladi-ku. Endi tunji birga chiqishimizda Ha, bundami? Ha, bayiliqqa naqsh tugan biz salom bergan salom Yaponiyaning salommi bunda? Ha. Estama? Yaponiyaning salommi? shundan. Ha, Yaponiyada oltin sal azanka. Bek yarışibdi lekin shunday ichilib ketibsiz. Undaq bo'lsa, keyingi bosqichlaringizga utuq tilaymiz, savoqdishim. Shundoq. Rahmat. Bek xush bo'ldi. Rahmat sizlarga. Aramalashtiring. Undaq bo'lsa, Tayir, 3-numurluq muayirimizning naqsini olib boqamdiq. Bo'ladi. Qani, marhamat. Men Qashqar diyori Fayzot noyasidan Tahir Umar bo'laman. Mening asli kasbim film ishlash, operatorlik kasbi bo'lib, garchi men bu kasbda maxsus tarbiyalanish fursatiga erisha olmagan bo'lsam-mu, kichigimdan san'atga bo'lgan qiziqishim intayin yuqori bo'lg'achqa o'zim ustoz tutib o'rgandim. Men bu kasbni elib berish jarayonida san'atni texnik chunqur tunib yetib, naqsh muzikaga bo'lgan ishtiyoqim texnik chunqurlab menishga boshladi. Men 2011-yil yozda bir naqshining MTV qismini suratga olish jarayonida mendimi boshqalardek plastik chiqarish, sahnalarda naqsh etish orzusi paydo bo'ldi. Ana shu vaqtdan boshlab o'z kasbimni davomlashtirgach, ishdan sirt naqsh muzika ijodiyat kasbi bilan shug'ullandim. Bu kasblar bir-biriga bog'lanishli bo'lg'achqa ilgirlashim bir qadar tezlashdi. Bugungi kunga kelganda mana shunday sahnalarga chiqib o'zimni namoyon qilish, sahnalarda naqsh etish fursatiga ega bo'ldim. Siz qani oldi bilan ko'pchilik bir salom berib o'tamsiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kechliginglar xayrli bo'lsin.
Men Qashqar Feyzvat Naysdan ismim Tahir Ömer. Men asosliqim shu film ishlash kasbi bilan shug'ullanmanda, operatorlik. Hamda bu naqsh muzika kasbiga hamda o'zimniki shu san'at kasbi bir-biriga bog'lanishli bo'lganligi uchun shunday qiziqib, hozir shu Nova programma ustaslar bilan yuz ko'rish fursatiga erishdim. Ko'p rahmat. Bayqanaqshingiz bilan kichik vaqtdan bir Hindistondan kino sanalgandeklar. Bu shu Hindistonningki Sargardon filmida Ha, shu ana. Tumanlar arasida o'qiydigan naqsh bu. Bu naqshi sizlar o'zinglar o'zlashtirib oldinglarmi yo o'zlashtirilgani xeyli uzun bo'ldimi? Mening o'qiganim hamda 8-10 yil bo'lib qoldi deyman. Ha. Bo'ldi. Sizga baxt tilaymiz inim. Barliq ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Qadrli tomoshabin do'stlar, rahmat chalchaslar bo'laverdi. Rahmat. Undaqda bizning keyingi mayrimiz sahnaga chiqishga taqdir. Senden başka yarım yok. Senden başka sevgenim yok. Senden başka sevgenim yok. Senden başka yarım 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 yok. Senden başka sevgenim. Bu mu bizning sog'dishimiz? degan savollar yig'ilish bo'ldi. Hamda biz shu Shinjang san'at institutining o'quvchilari emasmi? Bizning maktab shu san'atkorlarni tarbiyalaydigan bir bo'shik, shunga to'g'ri tushunsanlar bo'ldi. O'zlaringni tanishtirayotganlar. İsmim Roşengül Abdurrahman, yurtum Kuchar. 2006 yılı Şinjan Sanat İnstitutu'nun aktörlük kasbiga qabul qilinib, 2011 yıl bitirdim. Ben bu Nova sahnasiga qatnashish orqali meni tarbiyalagan o'qituvchi ustozlarimga, ham ota-onamga, meni qo'llab-quvvatlagan barliq kasbdoshlarimga chuqur rahmat aytaman. Sog'dishimiz dedik, bir qarorni o'quvchilari biz. Naqshchilik operada o'qigan shunaqa. Maktabda o'qiyotgan vaqtlarimizmi faoliyatlar naqshlarni aytadi, etodlarni o'rinlaydi. Kasbimizlar yaxshi deydi Ro'shangullar. Naqshini bek chiroyli aytadi. Rahmat. Unda hozir Ro'shangul shu naqsh etishni yaxshi ko'ramsiz? Etodlar chiqishmi, kinolar chiqishmi deganday. Hammasi yaxshi ko'raman. Hammasini. Jo'rab to'qibdi bu. Biz balkon o'ltoq emasmi? Obiyam sahnada chiqib jiddiylashib bormaydigan, hozir jiddiylashgan ekanmiz. Unda Xo'sa Ro'shangul sizning bu keyingi bosqichlarga futuqliq o'tishingizga tilakdoshmiz. Rahmat. Rahmat. Aramag'ashtiring. Unda Xo'sa 5-numurliq mayirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Men Mana bugün seni görgeli geldim, meni suyishini bilgili geldim, birimi yanımda bulgili geldim, o'shinda yaxshi bo'ladi.
Kelgin canım meni ko'nglimni olgin, yuragimga sevgi o'tini solgin, bir umr mening yonimda qolgin, o'shanda yaxshi bo'ladi. Canım bana yaqinsan, kulib boqasan, yenib turgan ko'zlarimni aylanay, sen o'zimga kelasan, suyishimni bilasan, o'shanda yaxshi bo'ladi. Kumma gözleringga men boqiman, yolg'on sening bilan baxtimga topiman, shakarlaringga men bol topiman, o'shanda yaxshi bo'ladi. Qizilgulda ko'zlaringga men boqiman, bu dunyoda yolg'izsan ana yo'qman, sen bilan birga men baxtimga topiman, o'shanda yaxshi bo'ladi. Canım bana yaqinsan, kulib boqasan, yenib turgan ko'zlarimni aylanay, sen o'zingga kelasan, suyishimni bilasan, o'shanda yaxshi bo'ladi. Canım bana yaqinsan, kulib boqasan, yenib turgan ko'zlarimni aylanay, sen o'zingga kelasan, suyishimni bilasan, o'shanda yaxshi bo'ladi. Qarşalımız Nəyimcan, bayam özünüz dep öttünüz Qarmay televiziya stansiyasida pərdə arqasında işləymə, ekranga çıxıb baxmagan dediniz, hə? Şundaq. Proqramımızğa kelishki maqsad muddalalarınızı dep öttünüz. İlgiri yaxşı etamdınız. İlgiri endi bek chiqdim degandimi, shu restoranning sahnalariga chiqib boqqanchimdi. Ha. Bunda cho'ng sahnlarga chiqib boqmagan. Mana fursat shunday yaxshi keldi. O'zim intayin xush bo'ldim bu fursatdan. Demek siz xizmatga chiqqandan keyin naqsh aytibsiz-da, ma o'qiyotgan vaqtlarda naqsh aytibsiz. O'qiyotgan vaqtimda aytmaydi. İdoraga qaytgandan keyin sizda qanday o'zgarish bilan turmushingizda masalan? Men hozir sal ko'lami kichik restoran ishlayapman-da. Ha. Navaga chiqib qolsam balkim cho'ngroq. Mush Navon sahnasiga kelib ketgandan keyin har bir mayirimizning turmushida azur ko'pdir ijobiy jihatdan o'zgarish bo'lsa, biz bak qo'shib ketamiz. Ham shunaqa bo'lishiga tilakdoshmiz. Bo'ldi, sizga utuq tilaymiz Nayimjon. Sahnaninki, ma pardaning kayinda turgan yaxshimikan, shu oldiga chiqqan yaxshimikan? Oldi bek pezga. Voy. Qaytib qolgandan keyin shu oldiga sakrab chiqishni o'ylab baqasiz, ha? Bo'ldi. Bizning 5-numurlik mahirimiz naqsini aytib bo'ldi, qadrli tomoshabin do'stlar. Undaqda biz qolgan mahirlarimizni sahnamizga taklif qilsak, xo'sh, undaqda alab baqaylik baholg'uvchilarimiz marhamat. Assalomu alaykum mahirlar, yaxshimisizlar? Bizning 1-numurlik mahirimiz Abduvali. Bayatni o'rlagan nomerining melodiyasi shundoq chiroyli. Nayt sho'q jushqun. Endi sana qo'yilgan talab mushu kasb bilan bundan keyin yana shug'ullanaman. O'zimning bir yaxshi ko'rgan bir qiziqishim deb mandaq buni aytmansang, mush naqshning xiyillik darajasiga birozroq diqqat qil. Tasirrak naqshlarni uygan, ovoz doirasi kengarak mandaq. Bo'ldi, sana utuq. Rahmat. Yar bo'lsin. 2-numurlik mahirimiz sizning turqingizda bir san'at chiqib turdi. Naqsh aytgandek harakatlaringiz ham shundoq yaxshi. Naqshni shundoq yaxshi aytdingiz. Aydınlazga o'xshashil chiqdi zaten. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Tahir ukam qandaroq? Yaxshi. Tinchlikmi? Tinchlik. Yaxshi turdingizmi? Obdan. O'zimni shu rasmi sargandan keyin sizga loziq o'xshadigan bo'ldi ekan bu. Qara burtlarni. Bu Sargandar degan bir kino dunyoga mashhur. Buningdagi bir rol artistlar Raji Kabur, biz Laz deb qo'yamiz-ku. Bu kinoning naqshlarini nurg'un naqshchilarimiz shu vaqtlarda mayli kasbiyat olsun, mayli jamiyatdagi naqshlarimiz olsun, Uyg'urcha o'rib aytgan. Lekin buni uzun vaqtlar ketdi, haqla aytmadi. Sen buni yana akkordlashtirib, muzikasini boshqadan chilib, aytib chiqibsa, ish qilib shu naqshan anglab biz ash kinoni ko'rganda qoldik. Sog'mamat yor bo'lsin. Rahmat. 4-numurlik mahirimiz Rushangul. Siz aytgan naqsha sendan boshqa. Sizning sahna qiyofatingiz shundoq undankan, hissiyotingiz shundoq yaxshi, mimika har jihatda shundoq yaxshi. Lekin sizga qo'yilgan talab mana naqshning doirasi yana tar. Qiyinlik darajasi yo'q. Yuqori chiqish kerak bir naqsha to'van bundaq. Sen naqsh tanlagan chaqda qiyinroq haqlar aytolmaydigan, hammadan aytoladigan naqshni aytmay. Majat qilsangiz texmi o'zingizni namoyon qila olasiz. 5-numurlik mahirimiz. Mashina Dilshodga ham ta'sir qildi-da. Ya men 7 pulni kechikib bergan shu. Nayimjon nabi, ha? Nayimjon nabi.
Yaxshi bo'ladi degan mana naqshaning tekisimi shunday yaxshi ekan. Abi muhabbet tekis ekan. Ha, yenimda tursang yaxshi bo'ladi, birga yursak yaxshi bo'ladi, meni sevsang yaxshi bo'ladi, mendan ayrilib ketsang yaxshi bo'lmaydi ekandek. Naqsha eng qadam qo'yibsa, gerçi naqshlar oddiyroq bo'lib qolsin. Sening kim naqshaningmi ovoz doirasi tar ekan. Qiyinlik darajasi. Umumimizda aytganchaqmish bashinglarning hammasini aytgan naqshida, naqshining qiyinlik darajasi yo'q. Bir xil hammasi oddiy o'ng'ay naqshlarni nima qilsak endi buniki o'tganlarda cho'qim ba bo'lishi mumkin naqshlarlar. Lekin birinchi o'qni cho'qim qiyin, tezroq naqshlarda o'rilishimiz kerak. Hammalarga omad yor bo'lsin. Hamragil muallim. Birinchi nomerlik mayirimiz Abduvali. Ama bab ıslıkta gül beden degan naqshni o'rlab keldingiz. Sizdan so'rasam, bu naqsh kimning ijodiyati? Mo'minjon akamizniki. Men anlamabdi ekanman, shuni bilib olay. Ovozingizmi yo'ruq, yaxshi ekan. Meningmi his qilganim shu, chechingiz shu. Endi bizning Uyg'ur do'ppilarimiz shunchalik yarashimliq, uni kiygan ekanmiz, cho'qim kek chashni ichiga selib, yarashtirib kiyishimiz kerak. Shuningga diqqat qiling. İkinci nomerlik mayirimiz Kevsaray Perman. Müzik sezmingizmi shunday yaxshi. Sevellik, men shu sevellikni deb o'tay. Sahnedagi harakat sel ko'p. Sel harakatlar, ba'zi harakatlar toz udarga dastimay qoldi. Toz o'zingizning amaliy odatga ahvolini toz ifodalab berolmay qoldingiz. O'zingizga ishonmaslik bor. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Üçüncü nomerlik mayir Tahir Ömer. Mening sizga deydiganim endi mushtaq bir cho'ng nava sahnasiga qadam qo'ygan ekanmiz, o'zimizning Uyg'urcha naqshlarimizni aytsak. Bo'lsa shu milliy xoslik tarafga sal diqqat qilsak, sizga deydiganim shu. 4-nomerlik mayir Ro'shangul. Ovoz tusingiz burunqidek yaxshi turibdi. Yodimda bor, men bu sizga naqsh ilmida dars bergan. Sizning harakatlaringiz shunday yaxshi, naqshga shunday moslashdi. Endi haqiqiy mushu naqshini aytma, yaxshi aytma, mush sohada azroq bo'lsin bir natija qo'lga keltirma deydigan o'yda bo'ladi ekansiz. Cho'qim mushu ovoz ilmida sistemalik, mukammal tarbiyalansangiz degan umiddaman. 5-nomerlik mayirimiz Naimjon Nabi. Naqshi shunchalik ovozingizga tushibdi. Ovozingizning shunday yaxshi chiroyli yerlarini ifodalab beribsiz. Endi sizdagi yetersizlik mening his qilganim-mi? Sahnada kayfiyat sal to'van. Sal uyoq-buyoq qarab, vuduqib qoldingiz. Toza o'zingizni qo'yib yetamidingiz-da? Şun ikinci basqıçlarda müştereplerge dikkat qilsanglar, hammalarga omad yor bo'lsin. Birinci nomerlik mayir naqshin aytdi, jonli, qizg'in, yarishimliq, o'g'illar xos mardona harakatlar bilan yaxshi o'riladi. Omad yor bo'lsin. İkinci nomerlik mayirning ovoz tusi yaqimliq, muzikalik hissiyotimni aytdi yaxshi ekan. So'zlarni ifoda qilishimi yaxshi, biroq hissiyotingizni ifodalashingiz naqshga mos kelmay qoldi. Bu taraflarga diqqat qilsangiz bo'ldi. 3-nomerlik mayirning ijrosidagi naqsha boy degandek Hindistonninki sargardon naqshi. O Ritaning aytadigan naqshi. Mushunaq navodan iborat cho'ng bir sahnaga kelgandikin albatta yaxshi bir naqshini tanlash kerakdi o'zimizniki. Bu taraflarda keyin diqqat qiling. 4-nomerlik mayirning ovozimi yaqinlikka so'zlarni ifoda qilishi, muzikalik hissiyoti tarafdan yuqorida aytgandek yaxshi. Agar siz shu hissiyotingiz bilan o'zimizning, ya'ni Uyg'ur naqshlardan birini aytayotgan bo'lsangiz, intoy yaxshi bo'ladi. Bu Turkiyaninki "Benden ko'tarilma ama bir derdim, beni gülüşün var ya" degan naqsha bor Turkiyaninki. Endi o'zimizning naqshisini suyib, o'zimizning naqshisini aytgan bo'lsak, ham yaxshi bo'ladi. Lekin sahna hissiyotingiz, ovozingizdagi hissiyotlik ifodalarni yaxshi, so'zlarni elishingizmi, talaffuzingizmi intayin yaxshi. 5-nomerlik mayirninki ovoz tusini yaqinlik ekan. Endi naqsha yuqorida aytgandek oddiy bo'lib qolsa-mu, naqshlarning so'zlarni elishi, naqshadagi so'zlarni ifoda qilishi, muzikalik hissiyot bilan moslashtirishi yaxshi. Buningdan hammaga omad yor bo'lsin. Rahmat sizlarga. Onaqda naq maydondagi tomoshabin do'stlarimiz paraz qilib boqqan bo'lsa, zodi 5 mahirimizdan kim bizning bu haftalik yulduzimiz bo'la oladi? Albatta, to'g'ri paraz qilgan tomoshabin do'stlarimizga mukofot buyumimiz bor. To'g'ri paraz qila olgan tomoshabinimizga Urumchi Parlan kasbiy texnik tarbiyalash maktabi ta'minlagan 4000 yuan qimmatidagi karta bilan mukofotlaymiz. Undaqda paraz qilib boqsanglar. 2-nomerlik mayirni 4-nomerlik mayir. Rahmat. Menimcha 1-nomerlik mayir. 5-nomerlik mayir. Menimcha 3-nomerlik mayir. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, ko'ryapsizlar, Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Raslivod madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Xinjiang Chin Nuriy biofan texnika chekish shirkati alohida qo'llagan yangi nava programmasi.
elektronlik bilet tashlashni ilib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan iqtidorni eng yaxshi joriy qildiraldi deb qaragan Mahirga bilet tashlashni boshlasanlar bo'ldi. Qani undaqda bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Xo'sh, Mahirlar natijalarni ko'rib boqamsizlar. Keyingi bosqichimizga muvaffaqiyat qadam qo'ygan Mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Qani, tuyangi tushib aram ap turg'ach tursanglar bo'ladi, tayyorlik qilish tursanglar bo'ladi. Qani, marhamat. Ha, tayyor inam. Nima deyingiz bor? Shu naqsh aytolmaydigan holatdan naqsh aytib, plastinka chiqarib, bugun shu sahnaga kelib, arqasinglar bilan yuz ko'rish fursatiga erishdim. O'kinmayman. Rahmat. Rahmat tayyor. Undaqda ikkinchi o'tkilimiz o'tib ketamiz. Bo'ldi. Unda bo'lsa bizning ikkinchi o'tkilimiz Parvoz. Bugun bizga qutlug' kun, tashna bo'lib kutgan kun muborak. Rasta so'rin Sayibxon, ayaqdan kelib mehmon tilak tilab. Qo'lim qo'shna qarindosh, urug' tuqqan kasbdosh do'st adash. Keldi bas-basda yetib, qutlug' salomlar etib aldilash. Merhaba mehmon kapsi qo'yma oldan bugun dida g'animat. Yuz ko'rishga kunda bo'lsin amramizga ko'kka shodlik va omad. Naqmlava boshlab g'ulashni tashlab tushuvsin samaga. Toza o'ynab bir pas dasabak muchabda sulayli bizda rosa. Ko'ngillar kulsin, gulga to'lsin, mashrab saynosi. Berib shodlik bizga, yasin palakka nag'ma navosi. 1 2 3 go. Her yakta yangrar külken, xuşallık qiylar cilve salgın nazar. Meşrep bizge bir mektep, ügitidu edep ahlak dilla küler. Merhaba mihman kapsi qo'yma oldan bugun didar g'animat. Yuz ko'rishga kundan bo'lsin amramizga ko'kka shodlik va omad. Nag'mlava boshlab g'ulashni tashlab tushuvsin samaga. Toza o'ynang bir pas tasabak muchabda bulayli bizda rosa. Ko'ngillar kulsin, gulga to'lsin, mashrab saynosi. Berib shodlik bizga, yasin palakka nag'ma navosi. Abduvali, nima naqshini bunday isim bo'ldi ekan-a? Ovozni o'zgartib, usul bilan shunda moslashtirib yetibdi. Usul harakatlari o'ttirdi, bir Jackson harakatlari bo'lmay tavr. To'g'ri. Rahmat, yaxshi ko'rgan bo'lsangiz. Mishda jim turib bir 3 minut maqtayotgansiz sizni, ha? Biz maqtagan bu o'z jim turmaydi ekan. Shulog'im diqqat qilib bo'ldingizmi, tayyor? Ko'z ishtikan. Keyingi bosqichga o'tasizmi? Xalqimga yarg'on bo'lsa, rahmat. Shunava. Sen Nomurjon qalpoq yedi-ku bu. Ayoq meni bir shuvar qilyapti menchi. Diyasa gap so'rashdan deyman. Unda emas-da? Yurkimda chiqqan gap. Ha, undaq bo'lsa, keyingi bosqichlarga utuqliq o'tishingizga tilakdoshmiz. Rahmat, rahmat. Bizning keyingi moyirimiz qanday alayliklarni namoyon qilgandu? Hammamiz birlikda ko'rib boqaylik. Marhamat. Marhamat. Taray,
Skripkani burundan o'rganganmi? Ya men 17 yosh vaqtimdan tatib o'rgangan. Ha, 17 yoshni burun hisoblanadi. Yaxildingiz-ku. Endi ko'pinchalar muzikani 5 yosh vaqtidan, 7 yosh vaqtidan boshlab men sal qayerib o'rgandim endi. 17 yoshdan boshlab o'rgandingiz. Demak, Yaponiyada o'qish jarayonidami skripka chalishni tashlab etmadingizmi? Vaqtim bo'lsa chaldim, lekin faqat vaqtdan chiqmadi. Yana shu yuqori o'rlab o'qish, chet elga chiqib aspirantlikda o'qishdagi maqsadingiz nima bo'lgan? Shuni bir anglab boqing ba. Shu buvamning ta'siridan bo'ldimi? Buvam mo'yliq o'z o'qituvchi, professor bo'lgan ekan. Men buvamga o'xshash bo'laman deb kichigimdan tatib orzu qilardim. Buvamning tarbiyasidan bo'ldimi deb o'ylayman o'zimmi. Agar mushu vaqtimni buvamga tugab ketdi, ko'rgan bo'lsa, buvam baxo'sh bo'lib ketdi. Demak, siz hayotingizga eng zo'r ta'sir ko'rsatgan shu bir ulug' odam uchun uzluksiz tirishyapsiz, shundaqmi? Ko'pincha kishilarimiz san'atchilar dars o'qimaydi. Shun san'at sho'yanni tanlab, osonli kasbni tanlab o'gindi. Deb ashundaq ko'z qarashlarni men bekchiq anglab ketdim-chi. Shunga ashlarning oldida bo'lsa-mu, san'atchi dotmikan, dars o'qimamdikan deb Yaponiyada o'qidim. Davomli tirishing. Rahmat. Xo'sh, undaqda hammalar olqish sadolarimiz bilan keyingi mayrimizni taklif qilib olaylik. Marhamat. Nim shu ketdimi ya-da? Qo'rqinchli kino ko'rayotganda. Ha shu, lekin siz qo'rqmadingiz-a?
Əməliyyatda bək qoxuman mən. Hə. Qoxmay oturaldınız ha? Hə. Buna rol eliş. Unda olsa mush numar orqali ko'pchilikning shu ko'nglini tuta oldim deb qaramsiz. Qarasam xali kuldi. Qanday turman? Adil qandaqroq rol olsiz? Salbiy rollarni jiqroq beramdi sizga yoki ijobiy rollarni jiqroq berdi. Ben bileceğim o şu. Bakın bize uruşkak. Bize cini var. Anken davet mi da şey? Zazıldırak bir olan şunda yaxşı yetidir ki bina sağ dişim. Bulda singlim siz utuq tilaymiz shundoq yaxshi bir numurni olib kelibsizlar bayqi do'stlaringizga hamkorlashuvchilaringizga rahmat aytamiz. Jamila bu bosqichdagi eng oxirgi mayrimiz qoldi. Shundoq eng oxirgi mayrimiz qandoq numurdan olib kelganda birlik ko'rib baqaylik. Marhamat. Ochchig'im o'tib keldi. Noma programmasi endi boshlaganda kirib topshirig'ini ishladim. Hey, kechki bir nima yeb o'tmay bir amal qilsam-manda. Qandaq amal? Her son nova programmasının birini qoldirmay ko'rayotgan edim. Bu qitim ko'msam qat'iy bo'lmaydi. Yaqin og'inam chiqadi emasmi? Amsa naq maydonga berib ko'rsangli bo'lmadimi? He, bu yaxshi amal ekan. Ey qamlashmoqdek, menda bilet bo'lmasa, naq maydon qandoq kirman? Uning ustiga haras riyosatchi Shamsiyadimni tuniyman. Biletni 2 kun so'rab baqaymi? Va, bek yaxshi bo'ldi. Men kirib ko'rman. Nega qatsan? Tutib oldim seni. Birovdan nava berib olsa, bu yerda paq tutib nimish qilmas. Dodam poqilon tutib qo'yganda ondan ko'ra olasizlar deydi. Lekin bugun bek issiq ekan. Naimjon, mandaq malaylik va. İşten sırt emas, kesip. Qanday ko'p? Kasbiy. Ha, kasbiy. Qo'shimcha ovozimni berman. İdarədə Qarmay televiziya stansiyasida. Karton filmlarni jiqroq beramsiz? Şu rolçusulam berman har qanday filmlarga. Ha, u yaxshi kan-ku. Malaylik bo'ldi ki. Maktabda o'qigan chog'im shu ovoz berishni mazroq bilim olganmi yoki keyin xizmat qilish jarayonida? Xizmat qilish jarayonida. Xizmat qilish jarayonida o'rganib olgan shundaqmi? Xizmat qilish jarayonida ovoz berishni o'rganibsiz. Yaqindan beri naqsh etishni o'rganibsiz. Bir jilanikin labar o'ynab. Bek yaxshi o'pdi. Bay ko'rdik, hammamiz ko'rib o'tdik. Bir odamniki bir vaqtda ovozini o'zgartirib, ikki personajga ovoz bermagan bektas. Xeyli yaxshi o'rganiblar ovoz berishni. Bizning parvoz bosqichimizda mayillarimiz o'zining naqsh etishdan boshqa layliklarni namoyon qilib bo'ldi. Qolgan mayillarimizni qizg'in olqishlarimiz bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Bunday olsa baholovchi ustozlarning bir baholarini anglab boqqan bo'lsak, birinchi nomerlik mayirimiz Abduvali. Birinchi o'tkaldiki nomerga qaraganda ikkinchi parvoz bosqichidagi nomerning intan yaxshi bo'ldi. Nayt jushqun, erkin, azodi shundoq yaxshi o'rlading. Yana shu o'zingning yeshangdagi doirangdagi bir talantni joriy qilding. Sana rahmat bo'lsin. İkinci nomerlik mayirimiz Kevser Ay. Siz ma'u ikkinchi bosqichda muzika chaldingiz, skripka. Skripka chalgan muzika bir kino filmining Ataman. Ataman, to'g'ri. Tercüme merkezi işlenemez mi? Bu filmni Qarmay tilja tercüme merkezi tercüme qilgan. Shu bilan film. To'g'ri. Ataman deb to'g'ri. Ism bo'pti buning Ataman. Men uqmaydi ekanman shuni. Yaxshi. Buning shu asosiy melodiya muzikasi shu. Mushunchalik darajada o'rganish o'ng'ay emas. Bo'ldi. To'rtinchi nomerlik mayirimiz Ro'shangul. Tilsiz teatrda buni. Açtaqtamdı. Sizning ma'nodagi rolingiz tez eg'ir bo'lsa, g'eshnimda qo'rqmaydigan, shu qonaqya o'tirgan. Allah sizga bek moslashdi. Bek yaxshi bo'ldi bu rol. Rahmat. Endi mening umidimda siz mush teatrda bo'lgandan keyin bundan yaxshi nomerlar bor bo'lishi mumkin-di. Gap qila oladigan teatrchi. Tilsiz emas, tilva teatrdan bizning klassik asarlarimiz bo'lamdi, yo hozirgi zamon teatrlari bo'lamdi, naqsh bilan bo'lamdi, yo gaplarlar biroz qiyinchilik darajasi baroq bunday narsani o'rlagan bo'lsangiz texnik yaxshi bo'ldi. Bumi yaxshi bo'ldi. Sizga rahmat olsun. Rahmat. Naimjon efendim, yaxshi. Bir qitimda bir necha obrazga ovoz berdim. O'ng'ay emas bu. Bundan burunmi o'sha navaga kelgan nurg'un ovoz artistlar kelgandi. Birisiga rol ovoz berdi. Yana birisiga ovoz berdi. Masalada obraz olsa shunaqa 5-6 odam ovoz bergan.
Sen bir qitimda paqadan tatib adamgichamizga biroq ovoz beryapsan. Uni yomon tez inkas ketadi-ku. Inkas tez bo'lsa, ovoz o'zgarib ketadi. Har birisiga loyiq ovozni shu zamonda keltirmak yomon tez. Talanting xilovat etmas. Sağ omad yer bo'lsin. Mush o'tkir o'tishini umid qilaman. Birinchi nomerlik mayirimiz Abduvali. Mush basqishda mush naqshni bek to'g'ri tanlabsiz. Ovozingizni shundaq chiroyli yerlarni yo'ritib beribdi. Shu qarsam talaffuzlaringiz shundaq aniq yaxshi bo'ldi. Sizga omad tilayman. Kevsaray, his qilishimcha siz shu universal tarbiyalash tarafga xil ahamiyat berib o'tibsiz. Bo'lib shu adabiyot san'at degan hammasi o'zaro munosabatlik bo'ladi. Viktoriyachilikda o'qibsiz, hozir til o'rganib o'tibsiz. Sizga omad tilayman. Roshangul. Shundaq yaxshi o'rinladingiz, chiroy mimikalaringiz shunchalik aniq. Sizga omad tilayman. Rahmat. Naimjon. Har xil yoshdagilarning iliqi, xarakterini xili yaxshi ovoz orqali ovoz berish orqali yo'ritib beraldingiz. Sizga omad yor bo'lsin. Birinchi nomerlik Mayer haqiqatan yuqorqi naqshini yaxshi aytdi. Tuvan ovozdan yuqorgi 8 gradus o'rlab chiqqandagi ovoz nihoyatda bir-biriga tashvi ulanganda inta mushi nihoyatda yaxshi bir taraf qilingan. Diqqat qilgan bir yer. Texmi yaxshi naqshchi bo'lish uchun naqshi ilmidan savat olish kerak. Yana andan boshqa so'zni texmi to'liq yo'g'on elishga ahamiyat bersangiz bo'ldi. Ikkinchi nomerlik Mayer skripkani haqiqatan yaxshi chaldi. Skripka chalish undaq oson emas. Chunki boshqa chalg'ularda skripkaning pardasi yo'q-da. Buni nihoyatda muzikalik sezimchanligi o'tkir bo'lgan, aqli bilishi yaxshi odamlar skripkani yaxshi chala oladi. Müzik sezimini yaxshi ekan. Onun ustiga shu muzikadagi melodiyani ifodalashdagi ovozni besishlari har bir qo'l bilan shu muzikani besib chiqarish o'rinlari muzikaning tusini ifodalashingiz nihoyat yaxshi bo'ldi. 3-nomerlik Mayerninki mo yuqoridagi tilsiz. Uningdagi muzikaga qarab muzikadan ta'sir olgan hissiyotni ifodalashingiz nihoyat yaxshi. 5-nomerlik Mayerning yuqorqi ko'rinishdagi o'xshamagan obrazlarga xos ovoz berishi, shu ko'rinishdagi eg'izga tushishi nihoyat yaxshi bo'ldi. Bu tarafdan yaxshi, hammalarga omad tilaymiz. Rahmat Aziz aka. Yanlan tanlash huquqi o'tagan tomoshabinlarimizda shunaqa tayyor. Unda bo'lsa tomoshabinlar qo'linglarga bilet tashlashni elib, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlasanlar bo'ldi. Bilet tashlaganda o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirning raqamini to'xtamasdan to'lab, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirga omad tilasanlar bo'ldi. Unda bo'lsa bilet 7 6 5 4 3 2 1 Mübarək bo'lsin bizning keyingi bosqichimizga muvaffaqiyat o'tgan mahirlar. Sizlarni tabriklaymiz. Unda bo'lsa xayrliklaringlarni qilg'ashtirsanlar bo'ldi. Marhamat. Shu fursatda nima deganingiz bor? Ko'nglim endi men o'zim o'ylagancha men mushtab bo'lamanmi deb. Men shunga endi ideya tayyorligimni qilib chiqqan. Shunga ancha ko'nglim yerim bo'lmadi. Ammo bu vaqtcha Behjonqaga, ota-onamga unda sirat mening muzik ishlarimga ko'p tarafli yordam berayotgan Taratjonga chin ko'ngildan rahmat bildirman. Rahmat, endi sizga rahmat. Hammasiga bo'lsin. Tayyor. Nahozat keyingi o'tkilimizga o'tib ketamiz. Bo'ladi, bizning keyingi o'tkilimiz Qarindoshlar.
savaldaş tamam. Bizler savaldaş, savaldaş tamam. Ramila bilan Tahir Kesarayni savaqchimiz deb tunishtirgan. Oxirgi kelgan vaqtda Ramila bilan Tahir o'zini tutamay chiqib ketdi. Bundan nimani bilamiz? Qolgan shu singil inlarimizning Kesarayning savaqchi ekanligini bildik. Kesaray savaqdoshlaringizni bir tunishtirib o'tamsiz aldi bilan. Savaqdishim Ekber, ya'ni bizningki sinf boshlig'imiz. Sinf boshlig'imiz. Vah, Ekber, biya chavaq bor. O'zi fizik o'g'lini ochiqdek yamanti. Savaqdishimiz Mehray, Urumchi xalq radio stansiyasida. Savaqdishimiz İzzetgül. Mashq savaqdishingizni Ramila. Hayır. Hammanglar tanıysizlar. Ali maktabdagili Ramilani bir ziyorat qildik. Qancha yil bo'ldi? 3 yil bo'ldi. Hammamiz intayin ta'sirlandik, intayin hayajonlandik. Meningcha, mushuni aqshni anglagan har birimiz o'zimizning oliy maktab hayotimizni eslab o'tdik deb o'ylayman. Misha tug'an insonlarim meningcha hammadan bek hayajonlandi. O'zlarining oliy maktabdagi shu go'zal hayotini esladi deb o'yladim. Oliy maktabda yurt-yurtlardan kelib bir yotoqda yetishib, ota-onasi avatgan shu nonlarni birga yegan, sinfda uxlab qolgan vaqtda o'g'itib qo'yib degandek birga dars o'qigan, ancha-muncha gap talashib qolgan bo'lsa-mu, oxirida ayrilishga ko'z qiymagan barliq savaqdoshlar o'zlarininki oliy maktab hayotini esladi. Savaqdoshlarning bir-birini shundoq yo'qlashib, eslashib turishini umid qilamiz. Savaqdoshlarga ko'ngil so'zinglar bormi? Hurmatli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi ko'rganlar. Kevsar aylaydigan ko'ngil so'zim buningdan keyingi turmush musofasining texmi utuqli bo'lishini, oilasining baxtlik, tenining salomat bo'lishini tilayman. Ya'ni bunday sahnalar bo'lsa, hamdamga chaqirishini. Umid qilaman. Rahmat. Bizning sinf boshlig'i deb tanishtirdik. Hozir Urumchi xalq radio stansiyasining donliq diktoriya riyosatchisi. Ovozni balkim sal tondalar, jiq ro'mollari bor o'qigan. Donliq deb ketib olmaydi. Ustozlardan o'rgan. Rahmat. Demak, bugun bir sinfda o'qigan, oliy maktabda bir sinfda o'qigan 6 savaqdosh bir sahnaga jam bo'ldinglar. Albatta, mush fursatdan foydalanib, bugun mush yerga kelolmagan avtonom rayonimizning har qaysi joylarida xizmat qilayotgan savaqdoshlaringlarga salomlarni yo'llag'inglar bor deyman. Nurg'un savaqdoshlarimiz yurt-yurtlarda yana bizga o'xshash mush axborot kasbi bilan shug'ullanadi. Bahorli savaqdoshlarimiz bilan intayin sevg'indiq, balki ekran orqali bizni ko'rib xushal bo'ldinglar. Shuning bilan birga bizni tarbiyalagan barliq ustozlarimizga, mehnatkash, jafokash shu bog'valdarimizga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Bo'lsa biz olti yilimiz yurt-yurtlardagi savaqdoshlarga o'zimizningki salomini birlikda yo'llab olamdik. Savaqdoshlar, sizlarni sevdik. Men mikrofonni ololmasam, endi bir sinf savaqdoshlarining kechilik bo'lib ketgan vaqt turdim men. Qani undaqda, marhamat, sizlarga kutlaymiz. Rahmat. Xo'sh, undaqda keyingi mayrimiz sahnimizga marhamat. Marhamat.
gonçamlar Çöllerde hemrayım bular Seyarim mi dileysem Yarim yarim dost 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 balhan yarim dost Çigenge kıskan gonçamlar Çöllerde hemrayım bular Çigenge kıskan gonçamlar Çöllerde hemrayım bular Çigenge kıskan gonçamlar Çöllerde hemrayım Abdug'uponi to'nib qoldim. Bizning nechinchi son navo programmamizga kelgan? Ikkinchi son, ikkinchi son navo programmamizga kelib qatnashib ketgan. Keyin ancha-muncha qiyg'inishlar bosqichida ko'rgan-ku. Tanishtirib etdim Ro'shangul mana birdanda. Endi nima uchun bu ishqonlar chiqib yetib qoldinglar bu naqshini? Qanday bir munosabatlar bor? Mening yaxshi kasbdishim. Yaxshi, yaxshi do'stim. Bek yaxshi yetib edinglar mana naqshini. Tomoshabinlarimiz shunda qizg'in alqishlar bilan bizga madad berdi. Ko'pdan-ko'p rahmat. Sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Rahmat. Rahmat do'stlar. Biz yana bir moyirimizni sahnaga taklif qilamisak, u qaysi qiyg'inlar bilan qanday numar keldiga qani? Marhamat. Yarını yerden döküşü Yamanı yerden döküşü Yamanı yerden döküşü Yaxşı yer yanına durdu Yamanı halan döküşü Yaxşı yer yanında durdu Yamanı halan döküşü Güller yaşna gülmire Yaşna güller gülmire Hem de sen betini tattın Yaşna güller gülmire Almanın ta yakını Binin ta yakını Binin ta yakını Kiçe bulsa uyka yok Yarın işte yakını Kiçe bulsa uyka yok Yarın işte yakını Gülle yaşna gülmire Yaşna gülle gülmire Hem de sen betini tattın Yaşna gülle gülmire Hem de sen betini tattın Gülle yaşna gülmire Naimjon kim bo'ldi bu yoq? Men qo'toniyman, tomoshabinlar. Qiyg'indoshlar bosqichimiz davomli yordamga keldi. Amanlar yo'qda. Davomli qiyg'indosh. Davomli qiyg'indosh. Irshad Qodir. Yaqin do'stim. Irshad. Rahmat. Uzun bo'ldimiz do'st bo'qli. Do'stmi bilashqinlar? Hajim jihatdan o'xshash bo'lganligi. Bak unaqa. Lekin diqqat qilsak, Naimjon ikkisining munosabati toza yaxshi emasmi? Bo'lmasa men erishayotganqa kecha yotsam uyqu yo'q deb Naimjonni o'ylab uyqusi kelmaydi o'xshaydi. Lekin bir-birisi bilan menda bir yilqa bir beqishish onas ozib qolgandek his qildim. Endi o'g'lar bilan o'g'lar naqshitgan bak beqishib kelsin. Unda bo'lsa Naimjon yerib ketdingizmi oram olaymi deydi. Aramasangiz bo'lam deyarsiz bu taramilingga. Minutum chiqmasak o'tirib paranglashmay. Men isirni ko'ymanda. Unda bo'lsa qolgan mahirlarni sahnaga taklif qilib, baholovchilarniki baholarini anglab boqqan bo'lsak, qani marhamat, endi baholovchi ustozlarimizning qimmatli taklif fikrlarini anglab boqsak. İkinci numaralık Mayer'nin sahnede aytgan naqshi yani ayrilish minutda. Naqshi naytlik ayrilish minutları bu. Bir xil qayg'u hasrat bilan ifodalandi. 4 odarlik ritim bilan davomlashib ketayotgan naqsha. Albatta ayrilish minuti bo'lgandan keyin saboqdoshlari bilan ayrilganda chidamaydi. Kulib turib ayrilmaydi da. Ammo shu tarafga diqqat qiling, sirtqi qiyofatingizga. Naqshini yaxshi o'rlandi. Endi bu albatta ko'p bolalar chiqqandan keyin cho'qim akkordli bo'lgan bo'lsa, naqshi yana bir necha hassa yuqori saviyaga ko'tariladi.
Tötüncü numaralık mayırımız Roşengül. Sözlerinin müzikalik hissiyat bilen birleştirişiniz şundaq yaxşı. Avazınızdaki en güzel, çıraylık avazınızın barlıq artıqçılıklarını şundaqçıda toluq ifadelediniz. Sahnedeki kıyafetleriniz mi şunçalik yaxşı. Sizge mo amet yar bolsun. Rahmet. Neyim efendim? Vah. Birlik kiyim bile kelganman, qarma yaqin. Semiz oğaş kiyim etkach egri kiyvatam diye. İşkinlar bunu ayetish jarayonida ovozinglar shundoq moslashibdi, lekin buni akkord bu shundoq bir xil akkordni qo'sh yo'l buni aytishni talab qilayotganlar bir naqshlar. Shuni buni akkord elib etgan bo'lsanglar, texim yaxshi bo'ldi. Aniki harakatlarni az to'la bir yiqroq turib, bagim beqishib ketmay. Men bu qo'shoqlik naqshini jiqayotgan do'zim degan bo'ldi. Nurg'ullar nimada yiqtirdim ashqsa debdiki. Shuni aytmas oldim degandek. Ikki odam sahnaga chiqadigan cho'qim uning ikki odamning ikki xil ishi bo'lishi kerak. Bu ikki bir narsani ishga aytganiki cho'qim bir akkord aytish kerak. Qag'ini tomosha bilan birimizning. Rahmat bog'liq ustozlarga. Endi qulonlarga bilet tashlashni edib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mohirga mas'uliyatchanlik bilan bilet tashlasanglar bo'ladi. Undaqda bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 Yurak so'zingiz anglab qo'ygan bo'lsak nima? Boshqa yurak so'zim yo'q. O'kinish yo'q. Xo'sh bo'ldim. Bog'liq uchun rahmat. Do'st birodarlarimga har qaysi jihatdan meni qo'llab-quvvatlagan birinchidan ota-onamga ham ustozlarimga rahmat. Rahmat. Rahmat sizga ham. Rahmat. 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 Unda xo'sa keyingi bosqichimizga o'tib ketamiz. Bo'ladi, bizning keyingi bosqichimiz Hattada bir yulduz. İtkilsen bahar, itkilsen bahar, gül bulup içilmakçı bulsam ben eğer. Gökte gün nur çaçar, gökte gün nur çaçar, burayı sen nefes alsam şifaru enber. İtkilsen bahar, itkilsen bahar, gül bulup içilmakçı bulsam ben eğer. Gökte gün nur çaçar, gökte gün nur çaçar, burayı sen nefes alsam şifaru enber. Tabiat anam senken kanat verdin, çerkekni pervazım kıyran mürküttek, mikrondin cismondin hayat verdin, tınımda kar suyun akstek. Tabiat anam senken kanat verdin, çerkekni pervazım kıyran mürküttek, mikrondin cismondin hayat verdin, tınımda kar suyun akstek. Zamunda barım sen var, benim onda ayağında koyam sen var, benim onda kıyam sen, yüreğim çek buldu.
Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, ko'ryapsizlar. Shinjang televiziya stansiyasi bilan Vaslivod madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Shinjang Chin Nuriy biofan texnika cheklanish shirkati alohida qo'llagan Yangi Nava programmasi. Programmamizning bosh qismida tomoshabin do'stlarimiz kimning haftalik yulduz bo'lganligi haqida farazlarni o'tirib qo'yib o'tgan. Sahnada turgan ikki mahirimizni to'g'ri faraz qilgan tomoshabin do'stlarimiz qayerda o'tadi ekan? O'rninglardan bir tur aytgan bo'lsanglar, to'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizni Urumchi Parlan kasbiy texnik tarbiyalash maktabi ta'minlagan 4000 yuan qiymatidagi karta bilan mukofotlaymiz. Undaqda zodi kim bu haftalik yulduzimiz bo'la oladigandu? Biz bu yerda programmamizni izchil turda qo'llab, riyosatchilarimizning kiyimini ta'minlagan Adil So'dsari 3-qavat favori kiyim-kechaklariga Shundaqla mening kiyimimni ta'minlagan Do'nko'rik savdo markaziga joylashgan Turkiya Dafari kiyimlarini setish do'koniga chin ko'nglimizdan rahmat etamiz, rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Rahmat. Shundaqla riyosatchilarni pardozlagan Adil So'dsari 2-qavat Rana to'y girim to'y kiyimchiligiga chin ko'nglimizdan rahmat etamiz. Haftalik yulduzimizni Shinjang Arzu Sodi cheklanish shirkati ta'minlagan davlat sifat tekshirish o'lchamidan o'tgan tashqi ko'rinish ko'rgan muhit asraydigan to'y tejaydigan Arzu markali to'nglatqu bilan mukofotlaymiz. Yıllık çempiyonumuzdan mukofotimi intayin katta. Yıllık çempiyonumuzni diyarimiz Altın Zıbızınlar sahasidagi Bayraktar Karxana Shinjang Baxtiyor zargarchilik do'koni uzundan beri qo'llab kelayotgan keng xalq ommasiga rahmat etish yuzidan yangi Nava programmasining yillik chempioniga erishgan Mahirga bir mashina sovg'a qildi. Demak, mukofotimiz mashina. Haftalik yulduz bulanmagan bo'lsa-mu, yana bir mahirimizga o'xshashlar ko'ngil sovg'imiz bor. Sizning Shinjang Burana bezakchilik qurilishi mas'uliyat cheklanish shirkati ta'minlagan 4000 yuanlik bezakchilik e'tibor kartasi bilan mukofotlaymiz. Qadrli tomoshabin do'stlar, sizlar yaxshi ko'rgan Mahir Navada chempion bo'lolmagan bo'lsa kerak yo'q. O'zingizlar yaxshi ko'rgan Mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 16266 19 ga uchur yo'llash orqali uni Nava sahnimizga yana qaytarib kelalaysizlar. Shundaqla talaylik obuna bo'lish fursatiga erishalaysizlar. Tafsiloti Vaslivod to'rida. Undaqda oldi bilan bizning taratqular vakillarimizning kim uchun qo'lidagi qimmatli 10 biletni tashlaydiganligini ko'rib boqamiz. Qani undaqda bizning 2-nomerlik Mahirimiz Kavsar Ayga bilet tashlashni xohlaydigan taratqular vakillari taxtalarni ko'tarsanglar bo'ldi. 30 nomer muborak bo'lsin. Ro'shangulga qo'lidagi 10 nomerni berishni xohlaydigan taratqular vakillari taxtalarni ko'tarsanglar. Berishga 3-4-5 50 nomer muborak bo'lsin. Qadrli tomoshabin do'stlar, qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni elib bu Nava programmamizda eng yaxshi naqshi etdi deb qaragan Mahirga bilet tashlashni boshlasanlar bo'ldi. Qani undaqda bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Bizning bu Nava programmamizning haftalik yulduzi barliq keldi. O bo'lsa-mu, Ro'shangul muborak bo'lsin. Qani undaqda bizning baholig'ichilarimizni haftalik yulduzimizga Nava lonkasini yetkazib berishga taklif qilamiz. Marhamat.